Xitoy rejimi Sharq Turkistondagi erkak qirg'inchilik jinoyati sababli xalqaro besim va turli jazolarga uchrayotgan bo'lsa-mu, majburiy emgak mahsulotlari, bulang-talang qilingan boyliqlar davomli Sharq Turkiston orqali chet elga to'shilmoqda. Jumladan Sharq Turkistondan Yevropaga boradigan navbatchi poyezd oldingi 10 yilda jami 8000 qatimdan ortiq qatnagan. Xitoyning Sharq Turkistondagi tashviqot organi Tangritog' torining bu vaqtdagi xabardan ma'lum bo'lishicha, yaqinqi 10 yil ichida Jingju Sharq Turkiston Yevropa navbatchi poyezdi jami 8000 qatimdan ortiq qatnagan bo'lib, yildan yilga oshib mangan. Mazkur liniyada 2013-yili butun yilda 13 navbatchi poyezd qatnagan bo'lsa, bu yil faqat oldingi oyda 325 navbatchi poyezd qatnagan. To'shilgan mallarning turi bo'lsa 10 ming xildan oshgan. Amerika hukumati Xitoyning Tibetdagi assimilyatsiya siyosati sababli bir turkum Xitoy amaldorlariga viza cheklamasi ijro qildi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Amerika hukumati navbatda vazifa o'tayotgan yoki sobiq Xitoy amaldorlariga yangidan viza cheklamasi e'lon qilgan. Buning sababi mazkur Xitoy amaldorlarining yotoqliq maktablarda milliondan ortiq Tibet o'smirni majburiy assimilyatsiya qilish jinoyatiga qatnashganligi ekan. Amerika Davlat ishlar kotibi Antony Blinken 22 avgust e'lon qilgan bayonotida Xitoyning majburlash siyosatining Tibetning yosh avlodlarining o'zgacha til, madaniyat va diniy an'analarni yo'qotishni maqsad qilganligini o'ttirg'a qo'ygan. Dunyodagi ikkinchi chong iqtisodiy gavda bo'lgan Xitoyda iste'mol baho ko'rsatkichi tuvallab, uy mulk krizisi kun sari og'irlashmoqda. Eksport uzluksiz tövəlləvatqan bo'lib, dunyodagi nufusi eng ko'p davlat bo'lgan Xitoyda yoshlarning ishsizlik nisbati kun sari oshmoqda. Anadolu agentligining uzun sahifalik bir xabarda bildirilishicha, uzundan buyon yer sharining ishining motori bo'lib kelgan Xitoy iqtisodi Xitoy virusini nolga tushirish siyosatidan voz kechib sal asiga kelgandan keyin 40 yil muvaffaqiyat qozongan eshish andisi tövəllashga qarab maqan. Xitoy Kommunistik partiyasining islomni xitoylashtirish siyosatining bir qismi sifatida Beijingdagi mashhur Dodian masjidi va Songyu masjidining o'ziga xos bo'lgan islom alohidaliklari butunlay vayron qilinib, ularning o'rnini Xitoy butxonalariga o'xshaydigan imoratlar olgan. Zimiston xabar to'ri Beijingdagi Dodian masjidining 2022-yili 8-oyda xitoylashtirilishga boshlaganligini, ayni vaqtda doiralarning mayda remont qilishni tamomlashni planlaganligini xabar qilgan edi. Yaqindagi xabarlardan ma'lum bo'lishicha, bu masjidning atalmish qurilishi 4-oylarda tamomlangan bo'lib, avgustning o'rtasida qayta ochilgan. Xitoy taratqularının xabariga qaraganda, Yaponiya 2011-yildagi yer tevrashdan kelib chiqqan dengiz toshqinida ziyon uchirgan Fukushima yadro elektr stantsiyasidan radioaktivlik tashlandiqlarni dengiz okeanga qo'yib berishga boshlagandan keyin Xitoy Yaponiyadan barliq dengiz mahsulotlarini import qilishni to'xtatgan. Yaponiya bosh ministri Kishida Fumio 22 avgust o'tkazilgan kabinet yig'inidan keyin e'lon qilgan bayonotida Fukushimadan okeanga radioaktivlik tashlandiqlarning qo'yib berilishining 24 avgust boshlanadiganligini e'lon qilgan. Amerika savdo ministri Gina Raimondo kelar hafta Xitoyga berib, Xitoyning yuqori darajali hukumat amaldorlari va Amerikaning savdo rahbarlari bilan ko'rishi degan. Ministerlik bayonotida Raimondo 27 avgustdan 30 avgustgacha Beijing va Shanxayni ziyorat qilib, ijobiy suhbatlarni o'tkazishni taqozolik bilan kutmoqda dedi.